Assalomu alaykum aziz obunachilar, sizlarni yana bir bora ko'rib turamizdan bag'oyatda xursandmiz. Sizlarga bugun ko'pchilik so'ragan ma'lumotlardan bo'lgan yangi qurilgan ko'p qavatli uydan sotiladigan uylarni reklama qilishda davom etamiz do'stlar. Ko'pchilik krediti yo'q, uy joyi remont yaxshi bo'lgan joylardan, ham tixa joylardan so'rashdi, toza sifatli uylardan. Shuning uchun hozir bugun bir kvartirani topib qoldim. Ushbu kvartirani sizlarga tavsiya qilib qolaman. Hozir batafsil ko'rib o'tamiz. Joylashgan joylari, adreslari. Bizlarni kuzatib boringlar. Xullas salom do'stlar, uyni joylashgan joyi hokimiyat yon bo'ladi. Sentralniy yo'l, shu yerda bir oldingi domimiz bor. Shu yerda ko'p qavatli uy toza qurilgan. Bu yerda oldin qurilish boshlangan vaqtda o'zim reklama qilib berganman. Shu yerda hamma joylari почти sotilib bo'lgan. Endi olib qo'ygan odam yashamaydi, endi remontini aytib qo'yibdi. Yashaydigan normal odam bo'lsa sotadi, kelishilgan narxlarda. Domlarning ko'rinishi ham sifatli holatda, bir podezli emas, 6 podezli 5 etajga mo'ljallangan. Uyimiz 2-podez, 4-etajda joylashgan ekan. Hozir sharoitlari bilan tanishib chiqamiz bir qator. Kuzatib boraverasizlar. Tak. Birinchi podezdan boshlaymiz. Podezimiz bino kirgandan 3 eshikli. Podezlar yaxshi remontda. Qolganini hozir uyga kirgandan keyin batafsil ko'rib chiqamiz do'stlar. Bizni kuzatib boringlar. Do'stlar, sotiladigan uyimizga yetib keldik. 4-etaj. O'n qo'ldagi eshik ekan. Mana giramiz, remontlar ham Euro remont. Hammasi joy-joyida. Olgan odam nechik plandagini remont etaman desa, hammasi shundan mujassan. Mana do'stlar, o'ylangan. Alohida avtomatlar. Отопление. Чизimi? Так, bu yerda 3 xona bor. 2 xona qo'pnasi bilan chiqdi. Ha. Tak, yana birinchi xonamiz. Shunga jihozlangan. O'shangiz mumkin. Har bir xonada отопление bor. Illyustralarim yaxshi, sifatli. Tak, keyin xonaga o'tamiz. Tak, bu yerimiz sanuzel vanna. Mana hammasi oxirgi modelda qilingan. Nima xil, tushunibdi. Yerimiz ham yana bir kichkina xona. Tak. Spalni saqlagan. Yerdan qaraganda yana o'rnidagi dom ko'rinadi. Oynalar ham oydi, pullar ham. Hammasi planlangan. Hammani o'zining didimdagini remont etilgan. Olgan odam baribir shunday remont etadi deb o'ylaymanman. Endi bu kuxnya oshxonasini yig'agan bo'lsak, oshxonasida rakovina, gaz plita, dimoxod, bola o'zida qoladi, sotilganda. Toza, yangi gaz o'chiruvchi. Kotyol ham bor. Tak, balkon tarafimiz. Balkon taraf. Mana qarasangiz banda Xalq banki, maktab, Prikrovskiy shu yerda, sentrning o'rtasida. Tak, bir banda basseyn, oromgoh. Hammasi sentralniy joyda joylashgan. Tak. Yana ko'rib o'tdingizlar do'stlar. Joyni hech qanday kamchiliklari yo'q. Demek do'stlar, sizlarga hozir yangi toza qurilgan domdan sotiladigan uyni obzorini ko'rsatib o'tdim. Bu yerda asosiy qulayliklarni o'zingiz ko'rib o'tgan bo'lishingiz mumkin.
Bu yer 2 xonalik, lekin yaxshigina stilda, yaxshigina remontdan yevropeyskiy qilib taxlangan do'stlar. O'zingiz ko'rib o'tdingiz. Demak, bog'lanadiganlar, oladiganlar bo'lsa, zudlik bilan aloqaga chiqqanlar, ekranda telefon raqamlari chiqadi. Reklama murojaatlar bo'yicha menga murojaat etasizlar. Chunki hozirgi kunda reklama davr talabi. Mahsulotingizni reklama qilsangiz, albatta yaxshigina mijozga ega bo'lasizlar. Shuning uchun hamkorlik va reklamalar uchun bu raqamga murojaat qilasizlar. Egasini uyini sotib olish uchun bu raqamga murojaat qilinglar do'stlar. Klientlar yaxshigina chiqib turibdi, chunki ko'rdingizlar, bundan joyini xaridor ham ko'p bo'ladi. Yaxshigina dip bilan remont qilingan. Algan odam menimcha bundan ortiq remont etib bilmasa kerak. Yaxshigina yevropeyskiy stilda remont etilgan. Eng asosiysi xonalari keng va yorug', ko'rib o'tdingiz. Hojatxona va dushi alohida qilib qo'yilgan. Bu albatta barcha uchun qulaylik hisoblanadi, chunki ko'pchilik so'rab o'tadi. Alohida bo'lsin, alohida chiqqan joylar bormi deb ko'pchilik savol beradi. Yana topdik do'stlar, demak shoshilib qolasizlar. Bundan kamdan kam ushlaydi. Do'stlar, eng asosiy va hammani hozir qiynab kelayotgan joyi albatta toza qurilib turgan uylarda hammasi beton shaklda, ya'ni polsiz berilib turibdi. Uni hammasi egasi o'zlari xohlasa ko'plab qilib turibdi, xohlasa o'zimizning shu o'zbekcha polka qilib turibdilar usulda. Demak, bu uyimizning ham barcha xonadonlari pollangan ekan, hammasi yaxshi sifatli taxtalarga qilgan, kraskalanib, tayyor holatda turibdi. Kelib, bundan shu o'zingizning narsalaringiz bilan ko'chib kelib yashab berishingiz mumkin bo'ladi. Bunday holat, bunday joy kamdan kam ushlaydi. Men uylarning ichida yuribman, sizlarga ochiqchasini aytib o'taman. Men bir uyni yomonlab, bu uyni yaxshilash emas maqsadim. Chiqqan uy albatta kamdan kam ushlaydi. Men har xil uylarni reklama qilaman. Birsida remontsiz, birsida remontli, birsi ko'na, birsi toza. Lekin bu uyimiz albatta ko'rib turganingizdek hamma sharoitlari ega. Remont etaman deb o'tirmaysiz. Hammasi o'zini joy-joyida. Eshiklari ham albatta sifatli, toza, yaxshi eshiklardan qo'yilgan. Eshiklarni ham albatta saylab qo'yilgan. Avvalgi eshikda emas, o'zlari toza eshik olib qo'yganlar. Xo'p, mana giradon joyini ko'rib o'tsaman, yana sizlarga giradon ishida o'tiradigan joy ham bormi? Yana ko'rib o'tishingiz mumkin. O'shada o'g'illar bir ustal kursi qo'yib turib, o'shada choy ichadigan etsam bo'ladi. Ko'rib o'tganingizdek. Ayrim xonadonlarda shuni ko'rib guvoh bo'laman. Kam bunday o'tiradigan joy, dim kichkina aylanish, turish varaqda tursin, dim kichkina. Bu yerda rasmiy o'tiradigan hol desam, bu ham почти bir yarim xonadan gap ekan. Shuning uchun do'stlar, ko'rib o'tdingiz narsani tavsiya qilmayman. Shuning uchun shoshilib qolinglar. Albatta klientlar ko'p chiqib turibdi, to'g'risini aytganda. Shuning uchun endi ulgurib qolinglar do'stlar. Albatta bizning obunachilar bo'lsin. Otajonov TV kanalidan ko'rdim desangiz, albatta ozgina bo'lsin kelishtirib skidga qilib beradilar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlar bilan Kamina Og'abek Otajonov bo'ldi. Bu videoni yangi, yaxshi, ixcham uy qarab yurganlar uchun iborat qo'yasizlar. Narx ham sizlar o'ylagan darajada qimmat emas, kelishilgan holda bo'ladi. Shuning uchun ulgurib qolinglar. Ishonchli odamsan, reklama ishonchli odam halol shu yerda o'zining mehnati bilan olgan, kerak o'zlari kreditlar ham to'lanib bo'lingan bo'lishi kerak. Podrobniy o'zlari bilan telefonda bog'lanib, murojaat yanada bir podrobniyroq ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting. Sizlar bilan Kamina Og'abek Otajonov bo'ldi. O'zingiz asrang. Biz hali yana ko'rishamiz. Omon bo'ling.